Sharqiy Turkiston davlat nomining Amsterdam shaharlik hukumatı tarafidan qabul qilinganligini tabriklaymiz. Sharqiy Turkiston informatsion markazi bayonoti. Uyg'ur xalqining ona vatani Sharqiy Turkiston davlat nomining Amsterdam shaharlik hukumatı tarafidan rasmiy qabul qilinganligi muhojiratdagi barliq Sharqiy Turkistonliklarni cheksiz xushallikqa cho'mildirdi. Bu vajidan Sharqiy Turkiston informatsion markazi bayonot e'lon qilib, Amsterdam shaharlik hukumatiga tashakkur etdi. Bu haqda to'xtalgan Sharqiy Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qaraqash apandi mundaq dedi. Amsterdam shaharlik hukumatining Sharqiy Turkiston davlat nomini qabul qilganligi har bir Sharqiy Turkistonlikning vatan davosiga bo'lgan haqqoniy davosining kelajagiga bo'lgan ishonchisini hassilab oshirdi. Sharqiy Turkiston davlat nomining tunji qitim G'arb davlatlari parlamentida qabul qilinishi bo'lib hisoblanadi. Bu bir yaxshi boshlanish. Buningdan keyin texmi ko'p davlatlarning Sharqiy Turkiston davlat nomini qabul qilib, uni mustamlikchi Xitoy hukumatining zo'rlik bilan tangan Xitoycha nomi bilan atamasdan, balki mazkur davlatning egisi bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqining orzusi bo'yicha atishini umid qilamiz. Bu amaliyotda mustamliki Sharqiy Turkiston xalqining milliy irodasiga qilingan buyuk bir hurmatdir. Sharqiy Turkiston xalqi Amsterdam shaharlik hukumati va hukumatining tarixning to'g'ri tarafida turgan bu haqqoniy maydonini qizg'in olqishlaydi va uni mangu unutib qolmaydi. Dunyo vaziyati jiddiy o'zgarayotgan Xitoy kommunist hokimiyatining dunyoga xo'ja bo'lish qarniyati kun sari kuchayib, eg'ir tahdid shakllantirayotgan mushundaq bir paytda Xitoy tahdidi va diplomatik besimlarga tiz bukmay, haqqoniyat, adolat yoqlab Sharqiy Turkiston xalqi bilan bir safda turish dunyodagi demokratiya, erkinlik, barobarlikni o'zining tub siyosati qilgan barliq davlatlarning bosh tortib bo'lmaydigan burchidir. Amsterdam shaharlik hukumatining bu tarixiy qarori barliq islom va turkiy tillik davlatlarning cho'nqur o'ylanishiga va Sharqiy Turkiston davosiga tutgan maydoniy siyosati haqida jiddiy o'ylanishga tegishlidir. İkinci Dünya urushidan keyin Xitoy mustamlikasiga aylantirilgan Sharqiy Turkistonda qonxo'r Xitoy kommunistlarining chekdan oshgan zo'ravon, ashaddiy davlat terror siyosati izchil davom qilib, Uyg'ur xalqining aqalli kishilik haq huquqlari og'ir darajada dafsanda qilindi. Yaqinqi 10 yil mobaynida dunyo tarixida misli ko'rilmagan keng ko'lamli tutqun, kollektiv jazolash, jazo lagerlariga solab qiyin qistoqqa elish, bevosita yoki vositalik shaklda o'ltirish, bir bütün millet bo'yicha majburiy yo'qotish, millatning mavjud bo'lib turish asosini butunlay quritib tashlash maqsad qilingan irqiy qirg'inchilik hali ham davom qilmoqda. Adolatni yoqlaydigan barliq tinchlikparvar dunyo xalqi va hukumatlarining xalqaro qonun tuzum tartib va sistemasini og'ir darajada oyoq osti qilgan bu irqiy qirg'inchilik yo'qotish jinoyatiga sukut qilib turmasligini hem Sharqiy Turkiston xalqining insoniy huquqlari va haqliq davosini qo'llashda texmi ijobiy bo'lgan kuchli qadamlarni elishga chaqiramiz. Sharqiy Turkiston informatsion markazi 2025 yili 10 iyul